Daqari shovqini, changidan qochib so'qoqqa ham kelib oldik. Lekin bunaqa joyda yurishga hamma mashina ham to'g'ri kelmaydi. Va shunga mos eng zo'r mashinani topdik deb o'ylayman. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda HVT sinfiga kiruvchi Haval H6 avtomobili bo'ladi. Xo'p, Haval H6 avtomobili o'zi qachon kelib qolgan? Uni tarixi qisqagina tarixini tushuntirib beraman. O'zi Haval degan brend 2013-yilda Great Wall kompaniyasi tarkibidan sub brend sifatida ajralib chiqdi. Bundan oldin Great Wall Haval degan model bo'ladi. Ancha ko'pchilik biladi, uni Prado'ga ham o'xshatishardi. 2013-yildan oldin Great Wall Haval degan mashina bo'lgan. Keyinchalik u mashina shunchalik katta yutuqlarga erishgandan keyin Great Wall kompaniyasi o'sha Haval nomini alohida brend qilishga qaror qiladi. Va shundan keyin hammasi boshlanadi. Juda bir qiziq fakt, Great Wall tarkibiga Havaldan tashqari Tank, Way, Ora kabi brendlar ham kiradi. Va shularning orasida eng ko'p ommabop va eng ko'p sotiladigan modellardan bittasi mana shu Haval hisoblanadi. Va yana bitta qiziq fakt. Haval brendi dunyoning barcha kontinentlar, faqatgina Shimoliy Amerika kontinentidan, qit'asidan tashqari barcha qit'alarda sotuvda bor bo'lgan brendlardan hisoblanadi. Bu juda katta yutuq. Haval brendining yana bitta katta yutuqlaridan bittasi 2015-yil, ya'ni 13-yil alohida sub brend bo'lib ajralib chiqqandan keyin 2 yil o'tib 2015-yilda aynan shu Haval avtomobili Xitoyda SUV segmentida, ya'ni shu biz xalq tilida Jeep deymiz, o Jeep segmentidagi eng ko'p sotiladigan SUVlardan biri bo'lgan, birinchi o'rinni olgan. Shunaqa rang-barang, shunchalik modellar, xilma-xillik ko'p bo'lgan Xitoy davlatida, Xitoy bozorida birinchi o'ringa chiqish bu juda katta natija. Aynan ushbu hozir Haval H6 avtomobili juda ham haybatli, katta ko'rinadi. Biz bu mashinani Equinox'ga ham, Captiva'ni ham yonma-yon parkovka qilib ko'rdik. Ancha baland, ancha katta va haybatli ko'rinadi. Va ko'rinishi ham o'zini narxiga nisbatan ancha qimmat ko'rinyapti bu mashina. Xo'p, narxi deganimda, ushbu avtomobil hozir narxiga keladigan bo'lsak, mendagi ma'lumotga qaraganda $25,000 dan $35,000gacha aynan ushbu avtomobillar modellari bor. 5 ta pozitsiyaga bo'linadi. 3 ta pozitsiyasi 1,5 litrovli turbo va qolgan 2 tasi 2 litrli turbo. 2 litrlilar полный привод, to'laqonli привод bilan jihozlangan. Bunda hozir 1,5 litrovli turbo va old privodli versiyasini biz test drive'ga olganmiz. Aynan shu ko'rib turgan avtomobillar hozirgi kurs bo'yicha $30,000 ni tashkil qiladi. Rovno $30,000ga men mashina topa olmadim. Bunga yaqin keladi Equinox. Equinox'ning narxi o'zingizlar bilasiz 472 million, buni hozirgi kursda taxminan $35-36,000 bo'ladi. Kia Sportage avtomobilimiz bor. Uni eng arzon pozitsiyasi $34,000-35,000 atrofida ekan. Kia Sportage eng arzonini olsangiz, rul bilan sideniyadan boshqa narsa bo'lmaydi. Luk, o'sha eng asosiy kerakli narsalar bo'lmaydi. Yana nima bor bizda? Tucson bor, Hyundai Tucson. Tucson-ku umuman uje unda gapirisham befoyda, chunki 500 milliondan baland, eng arzon pozitsiyasi ham. Xo'p, yana nima bor? Chery kompaniyasining Tiggo 7 modeli bor. Chery Tiggo 7 ni bunga to'g'ridan-to'g'ri konkurent deya olmayman. Ham razmerlari kichkina, narx jihatdan to'g'ri yaqin, lekin unda variator korobka turadi. To'g'risi men uni bunga unchalik to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi sifatida ko'ra olmadim. Shuning uchun bu avtomobilni biz hozir asosan solishtirish uchun eng yaqini, eng ko'p O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan Equinox bo'ladigan bo'lsa, shu Equinoxni eng yaqin konkurent sifatida olib taqqoslasak bo'ladi. Kecha Instagram sahifamda shu mashinaga obzor olaman, fikrlaringizni, savollaringizni qoldiringlar desam, bitta bir kishi nima desa bo'ladi? Obunachim. Bitta obunachimiz mashinani Infinity'ga ham o'xshatibdilar. Endi men Infinity'ga to'g'ridan-to'g'ri balki o'xshashi mumkin, lekin Infinity'ga o'xshaydimi yo'qmi ikkinchi masala, lekin mashina haqiqatdan chiroyli ishlangan. Buni sababi bor. Hozir obzorimizni birinchi har doimgi o'sha dizaynni agar boshlaydigan bo'lsak, ushbu avtomobil, ushbu hozir Haval markasini shef dizayneri Phil Simmons hisoblanadi, angliyalik.
u inson bundan oldin, Havalga qo'shilishdan oldin Land Rover kompaniyasida juda ham katta obro' va statusga ega bo'lgan dizaynerlardan hisoblanadi. U insonni qilgan eng katta ishlardan bittasi o'sha Range Rover Velar, SUV segmentidagi eng chiroyli, tarixdagi eng chiroyli SUVlardan hisoblaydi ko'pchilik, yoki Range Rover Evoque olsak bo'ladi. Deyarli o'sha 2017-18-yillardagi Land Rover, Range Rover modellari, o'shalarni barchasini dizaynini tepasida turgan eng asosiy chef dizayner Phil Simmons hisoblanadi va u odamni Havalga o'tishi o'zidan o'zi o'sha Land Rover qanaqadir dizayn filosofiyalarini, Yevropani hidini ushbu brendga olib kirgan. Bunda uzoqdan agar bunda qaraydigan bo'lsangiz ham haqiqatda Yevropeyka mashinalarni hidini, nafasini berib turibdi. Men bilmadim fikrimga qo'shilasizlarmi yo'qmi, bu mashinani men orqadan, oldindan, har tarafdan ko'rib Land Rover Discovery modeliga qaysidir qismlarini o'xshatib yubordim. Yapaloqligi, turishi, mana orqasini bunda tikka ko'tarilib chiqqan joylarini o'xshatdim. Bu men o'ylaymanki yaxshi natija. Old qismiga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, oldagi mana farani ko'rayotgan bo'lsangiz, shunaqa chiroyli ishlangan va bu LED faralar. Buni yoritishi alohida mavzu. Men to'g'risini aytsam, juda ham menga yoritish yoqdi. Bu avtomobilni o'zi men 3 kundan beri haydab yuribman. Kechki payt, tun qorong'uda ham bu faralarni yoritishi menga juda ham yoqdi. Undan tashqari pastida ikkita tumankasi bor ekan. Misol uchun boya Equinox bilan solishtirib, Equinoxda tumankasi bo'lmaydi. Bozorda borib qo'ydirib oldik, demabtiga qo'ydirib olishadi-yu, u Diarello, kunduzgi yoritish chiroqlari, u tumanka emas. Bu avtomobilda bo'lsa zavoddan tumankalari bor ekan. Bundan tashqari bu tumankani yana bitta vazifasi, rulni burganingizda pavorotni fara vazifasini bajaradi. O'ngga bursangiz o'ng taraf, chapga bursangiz chap tarafingizni yoritib, sizga yo'lni ko'rsatib turadi. Rishotkalari ham juda ham chiroyli. Faqat mana shu emblemasini ustida sal dizaynerlar ishlashini men xohlagan bo'lardim. Mana shu emblema xuddiki shu joyga mo'ljallanmagandek, oxirida o'ylab mana shu yerga tiqib qo'ygandek turibdi. Bitta mana shu emblemasi menga sal yoqmadi. Pastki bamperlari dizayniga gap so'z bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli. Chiroyli diskalar, 19 dyumli diskalar juda ham chiroyli, mashinaga yarashib turibdi. Yonini agar oladigan bo'lsak, har bitta liniyalari, o'sha men o'zimni dizayn blogimda ham ko'p takrorlayman, har bitta liniya boshlanish, tugash nuqtalari bo'lishi kerak, maqsad bo'lishi kerak. Bu mashinada asosiy xarakterli liniya mana bitta liniya. E'tibor qilgan bo'lsanglar, orqa va oldi farani birlashtirib turibdi. Ikkinchi xarakterli liniyasi mana pastida. E'tibor qilgan bo'lsanglar, yorug'likni yig'adigan nuqtasi hisoblanadi. Mashinaga aerodinamik dizayn, mashinaga chiroyli vid berib turibdi. Har tarafdan ortiqchani boshlanmay tugab qoladigan dizaynlar yo'q. Undan tashqari menga eng yoqqan yana bitta nuqtasi mana shu arkalaridagi mana shu izgiplari, mana shu chiziqlari. Bu narsa mashinada arkalarni kattaroq ko'rsatadi. Imitatsiya qiladi, bu arkalar katta. Shunda siz umumiy mashinaning yonidan qaraganingizda, mashinani kuzovi katta, shunga yarasha arkalari ham katta va mashinaga derski vid beradi va dizayn prinsiplariga ancha mos keladi. Ko'zingizga ham bir qarashda juda ham chiroyli tashlanadi. Orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, ba'zi muammolar bor. Orqa tarafi, to'g'risini aytsam, mana bu yozuv men uchun juda ham banalni hisoblanadi. Shuni o'rniga o'rtada logotipmi yoki mana xrom elementi o'zidami yozuv qilib ishlatgan yaxshi bo'lardi. Agar bu mashinani men o'zim xarid qilganimda, birinchi navbatda mana shu yozuv olib tashlagan bo'lardim. Keyin mana bu xrom liniyasi ham menga unchalik to'g'risi men didimga o'tirmadi. Balki endi bu ham kimgadir yoqadi. Kapot ostiga nazar tashlaydigan bo'lsak, birinchi narsa gazovoy apparat yo'q ekan. Dvigatel keladigan bo'lsak, 1,5 litrovый turbirованный dvigatel turibdi, 156 kuchiga ega. 230 Newton metr tortish kuchiga ega bo'lgan dvigatel turibdi. Endi ko'pchiligi bunaqa katta mashinaga 156 kuch kam deydigan bo'lsa, o'sha boya aytib o'tganimdek, 4-5 pozitsiyalari 2 litrli turbina bilan jihozlangan. 204 ot kuchi, 50 ot kuchi ko'p, naqd 50 ot kuchi ko'p va naqd 100 Newton metr kurchashi moment ko'proq. 320 Newton metr bo'ladi yo'da. Menga aytishlari bo'yicha u anchagina rezvi. Bu mashinada ham men hali tortishida nimasida unchalik odamni qoniqtirmaydigan darajada bir kuchsizlik sezmadim. Kerakli joyda, kerakli momentda olib beryapti. Dvigatel bilan birgalikda ishlaydigan uzatmalar qutisi 7 ta stupenchitali, 7 ta pog'onali, 2 ta stepleniyali robotlashtirilgan mexanika turibdi. Men buni robotlashtirilgan mexanika, ba'zilar robotlashtirilgan avtomat ham deyishadi.
Bunaqa turdagi uzatmalar qutisini men o'zim texnik blogimda tushuntirib berganman. Agar ko'rmagan bo'lsangiz hozir kirib ko'ringlar. Burchakda ssilka qoldiramiz. Bunaqa uzatmalar qutisi doim o'zini nima deydi? Birinchi navbatda reskisi, ikkinchi navbatda переключениyaning tezligi, uchinchi navbatda расходi kamligi bilan ajralib turadigan uzatmalar qutisi. Hadovoyga keladigan bo'lsak, bu avtomobilda oldida McPherson, klassik McPherson, orqada ko'prichakli mustaqil uzatmalar qutisi turibdi. Balka emas, mustaqil. Xo'p, undan tashqari bu avtomobilimiz oldida va orqasida diskli tormoz tizimi bilan jihozlangan va oldida ventilyatsiyali, orqasida esa ventilyatsiya yo'q ekan. To'g'ri, bu avtomobil sport va drive uchun emas, shahar sharoitida, lekin mana bunaqa yo'llarga yetib ortadi. Diskasi 19 dyumlik. Bu full pozitsiyasida, oddiy pozitsiyasi 18 dyumlik diska bilan jihozlanadi. Shinasi 225 ga 55 Hankook. Bazoviy pozitsiyasi 225 ga 60 Hankook bo'ladi, borti kattaroq bo'ladi. Hankook baloni bo'yicha nima deya olaman? Menga jo'stkidek tuyuldi. Mashina o'sha haydab ko'rganda ozgina jo'stkiligi bor. Bu balondan ham bo'lishi mumkin degan nazariya bor menda. Texnik taraflar bilan tanishtirdim. Endi dinamikasiga keladigan bo'lsak, nimagadir saytida ham, o'sha avtosalondan ham men yetarlicha ma'lumot ola olmadim. 0 dan 100 ga chiqishi, maksimal tezligi degan ma'lumotlar hech qayerda yo'q. Men ola olgan ma'lumot, bu avtomobilning og'irligi 1.6 tonna, buni 2 litr turboligi 1.7 tonna. 1.6 tonna. Endi biz o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib xulosa qilsak bo'ladi. 1.6 tonnalik mashina 1.5 litrovli turbirованный бризель kuchiga ega bo'lgan motor. Bunaqa holatda, bunaqa konfiguratsiyada ikkita stepleniyali uzatmalar qutisi bilan taxminan 8,5-9 sekundda bu avtomobil 100 ga chiqishi kerak. 8,5-9 nima qilib bordim? Optimistичный bo'ldim. Uzog'i 10 gacha. Lekin 11 dormayman, uzog'i 10 gacha 100 ga chiqish kerak. 2 litrli konfiguratsiya holatida bo'lsa 8,5-9 sekundda 100 ga chiqish kerak bo'ladi bu mashina. Meni o'zim tajribamdan kelib chiqib. Buni hali yo'lda sinab ko'ramiz. Yoqilg'i sarfiga keladigan bo'lsak, bu haqda ham ma'lumot, aniq ma'lumot berilmagan, faqat smeshanный siklda berilgan 8,1 litr deyilgan. Aynan shaharda necha litrligi yozilmagan, lekin men tabloda mana 3 kun davomida hozir haydab ko'rib, guvoh bo'laman, 12,5 dan tushgani yo'q. Endi to'g'ri, men bosib haydayapman, boshqacha haydayapman. Shu holatda 12,5. Endi spokойный haydaydigan haydovchilarimiz, men o'ylaymanki, shahar sharoitida 10-11 litr yoqilg'i sarflasa kerak. Baki, yoqilg'i baki 60 litrli deb yozilgan va bunga faqatgina toza 95 benzin quyishni men tavsiya qilaman. Bu yerda 92 yozilgan krishkasi, lekin bu noto'g'ri deb hisoblayman. Nimaga? Bu avtomobilda ham xuddi BYDga o'xshab termik effektivligi baland dvigatel va turbo dvigatel. Termik effektivligi baland degan yoqda siqilish juda katta bo'ladi. Siqilish katta bo'lgan joyda agar benzinni sifati pastroq bo'ladigan bo'lsa, u yerda shaqir-shuqur bo'ladi, klapanlardan ayrilib qoladi. Shuning uchun iloji boricha toza benzin quyish kerak bu mashinaga. Endi salon qismiga keladigan bo'lsak, mashinaga birinchi kuni o'sha kalitni olib o'tirganimda menga birinchi bo'lib mendek bo'lgan впечатление mana shu Passatga bo'ldi. Passatga menga nimagadir unchalik yoqmadi. Nimagadir joylashishim qiyin bo'ldi. Buni sababini topdim. Mana shu rulni ukloni, qanaqadir ana joylashish burchagi men uchun qanaqadir to'g'ri kelmadi. Endi to'g'ri, bo'yi uzun odam bor, bo'yi kalta odam bor, har xil turdagi Passatlarni yaxshi ko'radiganlar bor. Men aynan meni xohishimdagi Passatga mashinada mana shu rulini joylashuv va sideniya unchalik to'g'ri kelmadi. Chunki sideniyada men oldi orqasini alohida regulировка qilish imkoniyati ham yo'q ekan, men qila olmadim. Faqat tepaga pastga ko'tarib tushiradi bo'ldi. Oldini, orqasini alohida regulировка qilib bo'lmas ekan va sideniyani o'rindiq qismi kaltalik qildi menga. Bokovой поддержкалар shahar sharoitida bo'ladi, lekin drive uchun unchalik to'g'ri kelmaydi. Xo'p, bu mana shu aynan mana shu sanab o'tganlarim bu kamchiliklari. Endi bu qolgan hamma joyi menga yoqdi. Ishlatilgan materiallar, misol uchun mana eshigini tortganingizda ham qo'lingiz tekkan joylar, mana tepa qismlari, pastlari to'g'ri eko kojadan qilingan, lekin juda ham sifatli, juda ham yaxshi qilib qilingan. Strochkalari ham bir tekisda juda ham chiroyli qilib qilingan ekan. Pastlari endi plasmassasi ham yumshoq plasmassa. Unda ushlaganingizda effekt yumshoq, o'zi to'g'ri qattiq, lekin ushlaganingizda ana dishovka plasmassa emasda, yaxshi plasmassa ishlatilgan. Torpedani tepa qismlari ham yumshoq material, bu yoqlari e'tibor qotgan bo'lsanglar, koja, podsvetkalari bor. Mana kechki paytda, qorong'i paytda mana shu polностью mana shu joylar podsvetka yonar ekan. O'rta qismida mana bunaqa qora glyansoviy element bilan ishlangan barini
barini agar bundoq qimirlatib ko'rsangiz ham, endi toshdek qattiq demayman, lekin anchagina yaxshi. Undan keyin ko'zimizga birinchi bo'lib tashlanadigan narsa mana shu ikkita displey. 10 dyumli va 12 dyumli ikkita displey bilan jihozlangan. Bu ikkala displeyda ham ko'rsatishi nima deydi? Yetarli darajada, to'g'ri, wow effekt emas, lekin yetarli darajada ko'rsatish sifati, ma'lumotlar, informativligi meni qoniqtirdi. Menga yoqdi. Ushbu narx segmentida menga juda ham yoqdi bu displeylar. Bu displeylardan tashqari mana bu oldimizda proyeksiya ham bor ekan. Proyeksiyasi ham juda ham sifatli. Kecha tik quyoshni issig'ida, tik quyosh tushib turgan holatda ham menga juda ham yaxshi ko'rindi. Haydashga juda ham qulay. Mana shu proyeksiyasi. Bu senovoy diapazonda, bu narxda bunaqa imkoniyatlar menimcha juda ham zo'r. Undan tashqari oldi ikkala sideniyada ham isitish, sovutish tizimlari bor ekan va ikkalasi ham elektriskiy, полностью elektriskiy. To'g'ri, eslab qolish funksiyalari yo'q, lekin elektriskiy. Bu juda ham yaxshi. Bu qismida telefonni zaryadlash uchun beprovodnoy zaryadkamiz bor ekan. Uni ham ishlatib ko'rdim, yaxshi ishlayapti. Bu yoqda bir qator knopkalar, asosiy klimat kontrol, avarinka uchun, o'sha kerakli 360 kamerani asosiy knopkalar, hotkeylar bu yoqga yig'ilgan. O'rta qismida esa e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, korobka peredachani urish mana bunaqa shayba orqali bo'ladi. Shaybani ham oddiy arzon plastmassa emas, qanaqadir ushlaganingizda yoqimli, mana bunaqa fakturali qilib ishlangan ekan. Menga bunisi juda ham yoqdi. O'sha boya aytganimdek, Phil Simmonsni, ya'ni Land Roverda ishlagan Phil Simmonsni qilgan katta kontributsiyasi mana shu bo'ladi. Chunki Land Rover avtomobillari bilan tanish odamlar biladi, ularda mana shunaqa shayba ko'proq ishlatiladi. Undan tashqari mana bu qismida maxsus mana bunaqa podstakanligimiz bor. Buni xohlasangiz podstakanlik, xohlasangiz mana bunaqa bitta knopka orqali chuqur idishga aylantirsangiz bo'lar ekan. Bu ham juda ham zo'r. Men bunaqa yechimni hali to'g'risini aytsam hech qaysi mashinada ko'rmagan ekanman. Mana bu yerda telefon qo'yib qo'yish uchun alohida joy, bar ichi yetarlicha katta, menga juda ham yoqdi. To'g'ri, ochganingizda buni ishlatish sal noqulay, xudoni Malibularga o'xshab, uni yonga yoki ikkitali ochiladigan bo'lganda yana ham qulay bo'lardi. Mana bu yerda yana bitta surpriz, mana bunaqa kiyimlarni yoki setkalarni ilib qo'yish uchun mana bunaqa kurchogimiz bor ekan. Bu menga bu ham juda ham yoqdi. Ba'zida bozorlik qilib paketni olib chiqib mashtiga qo'yib qo'yaman, u yoqdan bu yoqqa sakrab yuradi. Shuni menga osib qo'ysangiz juda ham zo'r turar ekan. Endi bu avtomobildagi portlarga keladigan bo'lsak, bitta, ikkita, orqada ikkita, to'rtta va mana bu yoqda yana bitta. 5 ta umumiy USB portlari bor ekan. USB Type C yo'q, bu kamchilik, hammasi USB Type A. Bu nimaga qo'yilgan? Video registrator qo'yganingizda juda katta yordam beradi. Hatto sim osilib turmaydi. Bu yoq tarafimizdagi zaryadka uchun, bu yoq tarafimizdagi multimediaga muzika yoki fayllarni yuklash uchun. Orqa tarafdagilar ham zaryadka uchun xizmat qilar ekan. Umumiy olib qaraganda, mashinada deyarli hamma siz kutgan zamonaviy avtomobilda bo'lishi kerak bo'lgan hamma opsiyalarimiz bor ekan. Orqada joy yetarli. Mana hozir o'zim bo'yimga moslangan sideniyada e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, ikkita mushli joy turibdi. O'tirishga juda ham qulay. Orqa sideniyada o'tirganlarga podlokotnik bor, isitish tizimi bor, ikkita zaryadlash imkoniyati bor, panoramli lyuk bor. Va mana bu yoqda har bir orqadagi passajir uchun alohida LED chiroqlarimiz bor. Kitob o'qib ketish uchun haydovchining ko'ziga tushmaydi. Va eshiklardagi ishlatilgan obshivkalar sal farq qiladi. Oldida tepa qismida bu yoqda qattiq plastik, oldida mana shu joy koja edi. Lekin mana bu joylar asosiy qo'l tegan joylar o'sha oldidagi bilan bir xil qilib eko koja qilingan. Va shu uchta podголовник alohida har bitta passajir uchun ajratilgan. Va hammasi regulirovka bo'ladigan. Bu mashinaning yana bitta zo'r tarafi bagajligi ekan. Orqa ikkita sideniyani yotqizganda 108 kubometrlik пространство. Bu yerda bemalol matras qo'yib turib, piknik qilib yotsa bo'ladi bemalol. Agar bagaj sifatida ishlataman desangiz, zavod tarafdan mana bunaqa polkalari ham bor ekan, mana shu joyga qotiriladigan. Bu juda ham yaxshi. Polkani ochganingizda pol zo'r, yaxshi material, yengil. Ko'tarib qo'yganingizdan keyin, lekin buni ilib qo'yishga joy yo'q ekan. Misol, tegini nimadir qilib qotganda ilib qo'ysa, yana ham zo'r bo'lardi. Xo'p, buni ostida biz zapaskani ko'rishimiz mumkin. Hozirgi elektromobil, gibrid haydaydiganlarni ko'pchilik noliydigan jihati
ko'chada qolib ketaman-ku, balonim yirtilsa deydi. Chunki elektromobil gibridlarda bo'lmaydi. Bu mashinada bor. Va bu nimagadir 17 razmerda ekan va ingichka, dakatka, полный razmerni emas. Va undan tashqari o'sha kerakli anjomlar. Bo'ldi. Va shu bilan birga eng muhimi bu avtomobilda kitobida ko'rishim bo'yicha standartniy konfiguratsiyada hammasi elektrichеский. Endi xavfsizlik tizimlariga o'tadigan bo'lsak, mashinada bitta e'tirof qilish kerak bo'lgan jihati, yaqinda bu avtomobil Australian NCAP avtomobillarning xavfsizlik darajasini tekshiradigan testidan 5 ta yulduzcha oldi. Bu maksimalniy ball. Australian NCAP ni darajasi Euro NCAP, ko'pchilik Euro NCAP deydi. Euro NCAP bilan baravar turadi. Bu degani Euro NCAPda ham bu mashina bemalol 5 ta yulduzcha ola oladi. Bu nimalarni hisobiga? Mashinada o'sha oldida nima deydi? Pedestrian protection, ya'ni borib odamlarni odam urgan paytida odamni kapot ustiga yotish jihatlari o'ylangan. Crumple zone deydi. Mashina borib urilganda oldida kapot ichida yetarli prostranstvo bor, ichiga kirib ketish uchun. Bular endi nima deydi? Passivniy bezopasnost hisoblanadi. Aktivniy bezopasnostda nimalar o'ylangan? Airbaglar, hamma narsasi ishlaydi, airbaglari bor yetarlicha. Undan tashqari bu avtomobilda adaptivniy cruise control, oldida xavf sezganda to'xtash tizimlari bilan jihozlangan. Hozir bitta moment kelib qoldi, zo'r joy topib qoldim sizlarga ko'rsatishga. Hill descent control bor. Pastlikka tushayotganda mashinani o'zi kontrol qilib tushib qo'yadi. Funksiyasini yoqdim. Endi mana funksiyani yoqdim, mana hech narsaga tegmayman. Tormoz, gazga hech narsaga tegmayman. Mashinani mana o'zi olib tushib qo'yapman. Men gaz, tormoz bosmayapman. Agar bu funksiya bo'lmaganda mashina pastga og'irligi bilan inertsiyasi bilan tortib ketgan bo'lardi. Mana o'zi mashinani gazini o'zi regulirovka qilib ushlab turibdi hozir. Bu avtomobilda tablo va multimedia tizimi haqida alohida to'xtalib o'taman. Hozir men ko'rib turgan tablolarda ma'lumotlarni ko'rsatilishi yomon emas, menga yoqdi, juda chiroyli tarzda qilingan. Faqat bittagina momenti mana shu оборот bilan tezlikni sal adaptatsiya qilib tushunib olish sal qiyin bo'ldi, lekin keyinchalik ancha oson bo'lib ketdi. Asosiy displeyimizda radio, o'sha klimat kontrol, mashinani standart sport rejimlariga qo'yish yoki mana tushirish orqali siz asosiy hotkilarni ishlatishingiz mumkin. Bu da avtomobilda hattoki avtomatik start stop knopkasi ham bor ekan. Uni biz ishlatmaymiz, o'chirib qo'yamiz, chunki u pashga tegadi. Endi mashinani 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini tekshirib ko'ramiz. Kitobida ham, saytida ham hech qayerda men bu narsadan ma'lumot topa olmadim. O'zim uchun tekshirib ko'rmoqchiman. Bu 1,5 litroviy turbo dvigatel holatida. Demak, D ga qo'ydik, sport rejimdamiz, hamma narsa tayyor. Demak, kickdown qilamiz mashinani. Demak, 0 dan 100 gacha 12 sekundda chiqamiz. Men shu boya aytganimdek 9,5-10 sekund atrofida degan taxminim bor edi. Demak, 10 sekund bu yoqda. Lekin yana bitta narsani hisobga olish kerak, yo'l nam. Namda ozgina buksirovka bo'ldi. Shuni hisobiga biz железный aytishimiz mumkin. Bu mashina 9,5 sekundda 100 ga chiqa oladi. 2 litrlik motori 8,5-9 sekund bo'lishi mumkin. Taxminan 1 sekund razlika beradi ular. Yomon emas. Xo'p, so'zimiz so'ngida ushbu avtomobilni bizga taqdim etgan, bizga shunaqa 4 kun davomida blog olishimizga imkoniyat yaratib bergan Haval O'zbekiston kompaniyasiga va aynan mana shu dilerlik markaziga minnatdorchilik bildiramiz. Xo'p, bu dilerlik markazi qayerda ekan deb so'raydiganlarga Qo'ylo'ning yo'lida joylashgan, o'sha eski premium avto dilerlik markazining yonida joylashgan ekan. Kelib, ko'rib, agar mashina ma'qul bo'lsa, xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Mashina Xudo xolasa uyaltirmaydi.
Hammaga rahmat.